Bu videoda bemor monitori ishlatishi va asosiy 4 ta parametrni ko'rib chiqamiz. Birinchi bo'lib qurilmani yon tarafidagi o'chirish-yoqish knopkasi orqali yoqib olamiz. Qurilma yoqilguncha datchiklarni to'g'ri ulab olamiz. Har bitta datchikka ranglari belgilanganligi uchun ularni adashtirib qo'yish mumkin emas. Birinchi bo'lib ikkiga отведениyadan boshlaymiz. Ikkiga отведение ulashdan oldin bemor tanasiga quyidagi elektrodlarni shu ko'rinishda yopishtirib olish kerak bo'ladi. Undan keyin отведениyalarimizni ulab chiqamiz. Qizil R bemorning o'ng qo'l tarafiga, sariq L bemorning chap yelka tarafiga, C грудное отведение ko'krak qafasiga, N qora rang bemorning o'ng oyoqlari tarafiga, F yashil rang bemorning chap oyoqlari tarafiga ulanadi. Temperaturani datchikka yaxshi kontakt bo'lish uchun bemorning orqa tarafiga joylashtiramiz. Endi noinvaziv qon bosimini o'lchash uchun manjetani ulab olamiz. Puls oksimetr datchikimizni bemorning barmoqlariga quyidagi ko'rinishda ulaymiz. Hamma datchiklarni bemorga va qurilmaga to'g'ri ulaganimizdan so'ng qurilmada bemorning hayotiy ko'rsatkichlari paydo bo'ladi. Yashil rangda bemorning EKGsi, ko'k rangda qon tarkibidagi kislorod miqdori va puls ko'rsatkichlari, sariq rangda bemor 1 minutda necha marta nafas olganligi va bu ko'rsatkich EKG datchik orqali olinadi. Oq rangda bo'lsa temperatura va arterial qon bosimini ko'rishimiz mumkin. Lekin arterial qon bosimini o'lchash uchun ushbu knopka orqali o'lchash jarayonini ishga tushiramiz. Boshqaruv panelidagi qolgan knopkalar quyidagi vazifalarni bajaradi. Bu boshqaruv joystiki. Bu knopka orqali menyuga kiramiz. Bu freeze, ya'ni ekrandagi kadrni to'xtatadi va orqaga qaytaradi. Bu knopka hali aytib o'tganimizdek arterial qon bosimini o'lchash uchun ishlatiladi. Bu knopka yordamida trevoga signal ovozini 2 daqiqaga o'chirishimiz mumkin. Har bitta parametrni ko'rsatkichlari minimal yoki maksimal chegarasidan o'tib ketsa, qurilmada trevoga signali ishga tushadi. Bu knopka bo'lsa, trevoga holati bartaraf etilgandan so'ng trevoga xabarini ekranning tepa qismidan o'chirib tashlashga yordam beradi. Qurilma ishlatib bo'lingandan keyin yon tarafdagi o'chirish knopkasi orqali 3 sekund bosib turish orqali o'chiriladi. Bu video bemor monitori asosiy 4 ta parametrini ko'rib chiqdik. E'tiboringiz uchun rahmat.